Xo'p, sinapsni aynan kimyoviy hamda elektr sinaps va farqi, umuman ahamiyati. Xo'p, sinaps o'zi nima? Sinaps bu neyronni aynan hujayralar bilan bir neyronni boshqa bir hujayra bilan birikishi, ya'ni aloqasi hisoblanadi. Hamda sinapslar o'zaro bog'lanishiga ko'ra neyronal, neyromuskulyar hamda bezlar bilan bog'lanishi mumkin yoki neyron bilan neyron bog'lanishiga ko'ra neyroaksonal, neyrodendrik yoki bo'lmasa aksoaksonal, aksodendrik, aksosomal tarzda bog'lanadi. Tabiatiga ko'ra bo'lsa, ya'ni kimyoviy, elektrik hamda aralash sinapslar tafovut qilinadi. Xo'p, kimyoviy sinapslarda bularda mediatorlar saqlaydi, ya'ni mediatorlar orqali, neyrotransmitterlar orqali boshqariladi bunda muskulni yoki bezni faoliyatini, harakat potensiali. Xo'p, kimyoviy sinapslarda umuman sinapsda o'zi 3 xil tuzilma mavjud va u sinaps hosil qiladi. Ya'ni eng avvalo presinaptik membrana. Presinaptik membranada aynan neyrotransmitterlar, ya'ni mediatorlar saqlanadi. Sinaps yorug'i. Sinaps yorug'idan keyin postsinaptik membrana. Ya'ni postsinaptik membrana bu muskulni, nervi yoki bezni, ichki a'zoni, qon tomirni nervi yoki retseptori bo'lishi mumkin, ya'ni neyroni. Harakat potensiali yuzaga kelgandan keyin presinaptik membranada kalsiy ko'p miqdorda kira boshlaydi hamda bu qo'zg'atuvchi ta'sir ko'rsatib harakat potensialini yuzaga keltiradi. Bu presinaptik membranada hamda vezikulaga o'ralgan kimyoviy sinapsni presinaptik membranasida granulyar hamda agranulyar vezikulaga o'ralgan transmitterlar saqlanadi. Ya'ni granulyarda adrenalin va noadrenalin, agranulyarda bo'lsa asetilxolin mediatori saqlanadi. Xo'p, bu boshqarishga bog'liq. Agar qo'zg'atuvchi ta'sir ko'rsatish bo'lsa, bunda adrenalin ajraladi yoki asetilxolin ajraladi va sinaps yorug'iga to'kiladi. Sinaps yorug'i bu 20-40 nanometrni tashkil qiladi kimyoviy sinapsda hamda postsinaptik membranani xolinaretseptorlar, agar adrenalin bo'lsa alfa 1 adrenoretseptorlarga ta'sir ko'rsatadi hamda qo'zg'alishni yuzaga keltiradi aynan bog'langan tuzilmasiga muvofiq ravishda. Xo'sh, kimyoviy sinapslarda qo'zg'alish bir tomonlama o'tadi, o'ziga xosligi hamda mediator ajraladi aynan. Xo'p, qo'zg'atuvchida bo'lsa, bunda mediator hisoblanadi aynan gamma aminomoy kislota, glitsin hisoblanadi. Bunda qo'zg'atuvchi mediator sifatida ajraladi. Xo'p, kimyoviy sinapslar ko'p uchraydi aynan odam organizmida. Elektr sinapslar bular gap junctionlar yordamida, ya'ni konneksinlar vositasida bir-biri bilan bog'langan sinaps yorug'i juda ham tor hisoblanadi. Bunda elektr impulslar neyrondan boshqa bir neyronga o'tadi. Asosan yurakda, jigarda hamda ko'zni retinasida bunday elektr sinapslar kuzatiladi to'rt pardada. Ya'ni bunda ikki taraflama o'tadi. Potensial, ya'ni axborot impuls va juda ham tez o'tadi. Xatolik deyarli kam. Sinaps yorug'i juda tor va qo'zg'alish butun membranasi bo'ylab tarqaladi. Misol uchun yurakda neksuslar vositasida butun tanasi bo'ylab, ya'ni bir xil tipik qisqaradi yurakning muskullari neksuslar vositasida. Aynan elektr sinapslar hisobiga. Xo'p, elektr sinaps bilan kimyoviy sinaps agar birgalikda uchrasa, u aralash sinapsni hosil qiladi. Odam organizmida bu yo'q, demak, aralash sinapslar deyarli yo'q. Elektr sinapsda, ya'ni hosil bo'lgan harakat potensiali bunda
natriy misol uchun ko'p miqdorda depolarizatsiyaga sabab bo'lib qo'zg'alish bir hujayrani membranasidan shunchaki ikkinchi hujayraga qo'zg'alish o'tib ketadi davom etib, ya'ni juda ham tez o'tadi.